Toshkent shahar Sag'bon ko'chasida sodir bo'lgan ushbu yo'l transport hodisasi kuzatuv kameralariga muhrlandi. Madad postida yo'l-patrul xizmati xodimi tomonidan Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi hujjatlari tekshirilganida yuqori tezlikda kelayotgan Nexia rusumli avtomashina ularga urildi. Baxtli tasodif tufayli haydovchilar va yo'l-patrul xizmati xodimi omon qoldi. Zudlik bilan tez tibbiy yordam chaqirilib, birinchi yordam ko'rsatildi. Ushbu manzaralar avariyadan keyingi holat. Avtomashinalar jiddiy ziyon ko'rgan. Lacetti'ning orqa tarafi zarb ta'sirida bukilib, ichkariga kirib ketgan. Nexia'ning old qismi pachoqlangan. Bundan tashqari, yo'l chetida turgan Matiz rusumli avtomashina ham ziyon ko'rgan. Sag'bon ko'chasida joylashgan Madad 15 tadbirga xizmatga jalb etildik. Xizmatimiz davomida tungi soat 01:00larda yo'l-patrul inspektori kichik serjant G'ulomnazarov Shuhrat Lacetti avtouluvini to'xtatib tekshirayotgan vaqtida Sag'bon ko'chasidan harakatlanayotgan Nexia 2 rusumli avtouluv katta tezlikda kelib, inspektor bilan haydovchilar o'rtasida yo'l transport hodisasi sodir etdi. Natijada 103 raqamiga qo'ng'iroq qilib tez tibbiy yordam xodimlarini chaqirib, haydovchilar va yo'l-patrul inspektorini kasalxonaga yubordik. Holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.